Assalomu alaykum hammaga. Mana birinchi marta tayyorlab ko'ramiz. Bombosh yangi holatda qo'ylarimiz mana makka yeb turishibdi bu paytgacha. Mana 1 kilo pechenye maydasi, 7 kilo silos, 2 kilo kepak, 2 kilo kepakdagi tuz, vitamin Novamix, somon 1 kilo va mana 5 kilo beda, moshpoya, yer yong'oqpoya aralashmasi, ya'ni 2 ta press beda, bittadan moshpoya, yer yong'oqpoya. Video olishdan uchun ozgina kechikdim. Barash boshlandi. Qo'y bitta qo'chib qo'rqsam, shunday tutsa 40 ta bo'lishadi. Sal ko'payadi yem. Changimasligicha endi ozgina suv qo'shamiz. Qurulishimiz bitsa endi qo'yxonamiz chiroyli bo'lib qoladi.